Mana bu oshxona dizaynini qarang, lekin yorib yuborishibdi akalarimiz. 4 xonali Yakkasaroy tumanida xonadonimizda sotuvga qo'yildi, dizaynerskiy remontda. Hoffman brendiga taalluqli texnikalar ishlatilgan, stiralga hamma sharoiti bilan. Mana bu joyda skriti xolodilniklarimizgacha joylashtirib ketilgan. Juda ham dizayni zo'r chiqqan. Avtorskiy proyektda hamma xonalari alohida razdelni joylashgan. Mana bu joyda общий sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin. Keyingina Xo'p, bu yoqda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Buni ham qarang. Ranglarni qarang, oppoqqina. Ko'zni charchatmaydigan chiroyli ranglardan foydalanib remontib qo'yishibdi. Hamma sharoiti mebel texnikasi bilan birga sotilyapti. Mana bu joyda bolajonlar uchun yotoqxona, buni ham yorib yuborishibdi, lekin televizorlari qo'yilgan, ikkita ordinarniy kravat va har biri uchun alohida shkaflari tayyor. Mana bu joyda bemalol dars tayyorlasa bo'lar ekan. Bu yog'imizda podyezdga chiqish eshigimiz, mana bu joyda esa mehmonxona joylashgan. Mehmonxonani ko'rishingiz mumkin. Keyingina mana bu joyda mehki zonasi. Bu yoqda o'tirib bemalol televizor tomosha qilib o'tirsanglar bo'ladi. Konditsionerlarimizgacha o'rnatib qo'yishgan va mana bu suratlarga o'zingizlar e'tibor qo'yasizlar. Dizaynini 1 dan 10 gacha baholab ketinglar va mana bu joyda esa 4-xonamiz, ya'ni bitta detskiy yotoqxona qoldirib ketishgan ekan. Xo'p, Yakkasaroy tumani Solaris turar joy majmuasida joylashgan 93 kvadrat metr 9 qavatli binoning 1-qavatida joylashgan xonadonimiz 150 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Opsiyonida nomer qoldiraman, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.